Salom, qadrli yurtdoshlar, o'zbeklar, andijonlikmi, namanganlikmi, boshqa joydanmi, bilmadim endi. O'zbeklar, yurtdoshlar degan. Bugun hech qanday bu videoda so'kinish yo biror videoni qo'yib bermoqchi emasman. Prosta bu hammaga ответ и Xudo xohlasa finish bo'lishi kerak. Qandaydir bir oy oldin chiqqan videoni deb hozir ikki viloyat urushmayapti-yu, prosta video dahanaki jang degan u. To'g'risini aytsam, hammamiz musulmon, hammamiz o'zbekmiz. Menimcha kerak emas deb o'ylayman. Bir Andijondan ответ, bir Namangandan ответ. Bu yoqda boshlaganlar bo'lsa, indamasdan uzr so'rab chiqib ketdi. Mana asl sababdagi bola ikkovi ham uzr so'rab turibdi. Birovi Andijondan so'ragan bo'lsa, birovi Namangan yoshlar. Kirib kelgan 2017-yil barchamizga qutlug' bo'lsin. Bayram arafasi yoshga to'lib qolqiz kiyimli kiyib yurgan holatim internet tarmoqlarida tarqalib ketdi. Biz buni bilmadik. Iltimos bizni kechiringlar. Hurmatli Namangan viloyat bolalari, ushbu videoda aytilgan barcha so'zlar uchun hammalardan uzr so'raymiz. Biz bitta daryodan oqib kelayotgan suvni ichib katta bo'lgan bolalarimiz. Bunaqa narsa bo'lishini biz o'ylamadik, bizni kechiringlar. mana shu joyiga videoni shu finish joyiga aytmoqchiman. Ozodbekka shu hozir video rolikda qo'yilgan Vodiyning zo'r yigitlari degan joyiga-da bolalar kelinglar qo'yinglar shuni. Video tashlash bo'lmasin. Hamma normalniy yursin, bo'ldi. Vodiylik biz 3 viloyat birtana bir jon bo'lib turishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Yo bo'lmaydimi shu? Iltimos, ukalar, hammalarga. Andijonlik radnoylarim ko'p Andijondan. Atak, men o'zim Namangandanman. Shu qayerdadir o'qib qoldim mana u kuni. Payg'ambarimizni bir keltirgan so'zlarida. Musulmon bilan urushmaydi. Musulmonni haqorat qilmaydi degan so'zlarni o'qib qoldim.